Farmonga ayt, yenimga kirsin. Xo'p. Assalomu alaykum Shavaz begim. Va alaykum assalom. Farmon, anglasam bugun Malikining ot qo'yish ma'rakasida Shohim bilan Hasan vazir ehtiromiga muhr bosqidik. Shundoq. Bu ishga qarata boshqa vazirlar zodin nimalarni deyishdi, angladingmi? Begim, men cho'qim ularning gapiga ko'z quloq bo'lay. Meningcha, Sodiq eng ishonchsiz odam. O'tgan yil kuzda men Shoyim bilan Hasan vazirga hamroh bo'lib shikorga chiqqan edim. O'qiyan akalanglar. To'xtanglar. Nech bo'ldi Hasan vazir? Farmon, sen o jonivorning bo'g'oz ekanligini ko'rmidingmi? O bo'g'oz-bo'g'ashqa yugurmay qapti. Qarab turib tayyor o'ldini qo'ldan chiqarsak bo'lmas. Mendan buyruq, hech kim bu jonivorning jiniga zomin bo'lmasin. Cho'qon selib uni qo'g'lib o'tgin. Xo'p. Bu bo'g'oz kiyikni ko'rib, homildor mahbubam esimga kelib qoldi. Alloh uni o'z panohida saqlagay. Mehri shafqatli vazir azam. Sizlar haqiqatan ko'ngil ko'ksilari keng odamkanlar. Hazratim, sizlarga deydigan bir necha ig'iz gapim bor edi. Nima gap? Bu gaplarni ichimda saqlab yurgili uzun bo'ldi. Desam, bo'larmi yoki bo'lmasmi? Ayni chog'da o'z nafsi uchun amning beshida qilish o'ynatgan sipohlar o'tgan. Xudoga shukr, amdilikda bo'lsa adolat va fazilat ro'noq topgan kunlarda o'tibmiz. Shoyimiz va jimiki fuqarolar janoblaridan rozi. Mubodo falakning gardishi kaj kelib, birer bad niyatning qo'liga qolsak, ne kunlarga duchor bo'lamiz deb ansirayman. Sodiq, xo'sh hazratim. Kimiki hili bilan qilsa g'urur, oyoq siridin qumush tep qurur. Olamdagi ishlar taqdirga ta'alluq, va lekin uning mo tadbir bordir. Bu haqiqatan mo bir xosiyatlik ish. Shaxsan ham dunyoga kelishdan burun men Hasan vazir bilan birga shikorga chiqqanda oldimga bir bo'g'oz kiyik uchirdi. Shu hamon xonish oyimning homildorligi esimga kelib, uni otmagandim. Shu kuni Hasan vazirga mo bo'g'oz kiyik uchirgan, lekin u mo otmagan. Nima degan o'xshashdik ha? Hasan vazir bilan ishkimizning niyat iqbolimiz azaldan birdir. Shu karomat tufaylidan men mundaq va'da qilgan edim. Agar xonish oyim bilan Hasan vazirning xonimi har ikkilisi o'g'il tug'sa, ular oku-uku bo'lib o'tgay. Agar har ikkilisi qiz tug'sa, ular och-singli bo'lib o'tgay. Biroq hozir tug'ilgani bir qiz, bir o'g'il. Andaqda mana bu ahdinomida putilgani bo'yicha ular bog'liq bo'lganda nikohi bir bo'g'ay. İltifatlarga ming martaba rahmat. Şahalidir qutuq bo'g'ay. Hasan vazirga qutuq bo'g'ay.
Әмді қандақ қығылық. Gep qıslıçı. Neyme deymen? Bu ehtiname biz üçün iğir külpet. Külpet? Kallılarını işletip bakmamla. Meğilerini kağı çok aldım ha? Sen bir yok durup, ağlık bakmay tehe, Şahin bilen kudvacı olmakçı miken? Neyme tonu kutuldaysa? Men kutuldadım mı? Hemini kıgan, sile. Oppa. Balam Abdullah, ihsandı bolsun. Sen çoğun boğanda, çoğum senemni al. Abbas hallıqı, çoğum bizden boluş gerek, bildin mi? O nemini biletti? Abba! Oldu, jığılıma. Begim, ula keldi. Jürüm. Hazırkı birden bir amal Hasan vezirini közdün yokutuş. Men qo'shilaman. Yo'q. Men qo'shilamayman. Nemişqa? Hasan vazirni o'ltirayotgan taqdirdimi, agar Shohim hiliqi ehtinomini bekor qilmasa, Abbos xonning xonliq taxti, ya'ni o'xshashlar bir musofirning qo'liga qoladi. Onun degeni o'rinliq. O'rinliq bu nim degeni emas. Shavaz begim, endi hargiz ishkilanib o'ltirmasizlar. Hasan vazirni yo'qotmasak, ko'nglim orom topmaydi. Yo'q. Hozir yenigilik qilishga bo'lmaydi. Bizga aqldan boshqa yana payt kutishga to'g'ri keladi. Senem! Feripcan! Medreske barayli. Emsi mağayli. Ey Hannaz, iştinlar ammi xos. Ulug' Shohi Abbosxon oliylari g'alyanchi muddatlarni jazolash uchun Qo'rg'on begi Abdullah begimni ularni tutib kelishga avatgan edi. Begim bir kechidala ularning advini berib, safarni terk tutib keldi. Hammaylar buningdan ibrat olayli, shohimizning amrini ulug' deb bilayli. Ustozim. Safar tutilib qapti. Nima ishqa? Chunki o zindondan dadasini qutqizaman deb o'zi tutilib qapti. Biroq uning dadasi qochib ketibdi. Ustozim. Safar gunohsiz. Uning dadasimi gunohsiz. Sanamjon, nima deganingiz bu? Safarning dadasi podshohimizga, shundaqla dadangizga qarshi chiqqan tursa. Suchuk. Zaharlik tilini tat. Xapshuk. Bo'ldi, kitobinglarni o'qinglar. She'r
qapazdan chiqibdi. O, borman degan yeriga beriversin. Şirin! Şirin! Assalomu alaykum, hurmatli Shohim. Farhod, bu yerga kelishdiki muddaoing nima? Shohim, Shirin vasliga yetmakdir mening armanim. Agar sen Boston teg'ining u tarafidagi daryo suyini bu tarafga boshlab kelalsan, singlim Shirinning vasliga yetalaysan. Sanamjon. Nima o'ylayapsiz? Hech nima. Buni qabul qiling. Farhod Shirin.
siz. Bo'ldi, so'zlamang. Yo'q, so'zlayman. Andaqdı bu gülçimellər. Muhabbetimizin dastanı mı yoki aynigi mi? Agar siz she'rim bo'lsangiz, undaqda men Farhod. G'eribjon, bu poraklab ichilib turgan atirgillar qalbimizda mangu saqlanib qolsin. Dahshatli bo'ron chaqindimi, to'zib ketmasin. Hey. Sucuk. Abdullah, kudash deganning ma'nosi nima? Menga deb bera olamsiz? Sen. Hey. Men onun o'tiri ko'yib qag'ishali bo'ladigan bo'ldim. Uning ishqida aqlimdan ezib qoladigan o'xshayman. Abdullah. Sana nim bo'ldi? Men bir vazirning o'g'li. Ordining qo'rg'on begi Turug'liq. Nemishqa ashu otisi yo'q, yetim o'g'loqchilik bo'lmayman. Balam. Nimalarni deydigansan? Apa, men Oğlum, yulduz desang, osmonga chiqib uzib beray. Unchi desang, dengizga tushib suzib beray. Apa, men g'eribni o'ltirib etaman. Nima? Abdullah. Ya Allah. Endi kellima. Bilemla. Oğlumuz. Bo'ldi, hammani uqdim. Kim bilsin? G'erib o. O nim bo'pti? O senem bilen Çağrıbağ'da kucaklaşıp yürüdü. Oy Xudoyim. O Xudoyim. Mushundaq bet qiliqli qilamdi. Ular aymanmasdan ordini bulg'abdi. Sanamjon, jinim Malikan, bu yilqi qurboniyat sizga alayda xo'shallik etgaganda turdi-ku. Shuni dang. Aqchi ana, bu yilqi qurboniyat gullar ichilib, bulbullar sayrag'an chog'da keldi emasmi? Men xo'sh bo'lmay tura olamdi. Xo'shalligingiz bo'la emasdi. Ana. Ben bugün haqiqiy muhabbatning nimaligini tushungandek bo'ldim. Ama bu gulni kimning tutanligini bilamsiz? Tepib boqaymi? Bu gulni cho'qim. Aka, kimlaringiz pek yarashibdi. Xuddi shahzodaga o'xshab qolsiz. Gücemal. Sanam ocham, sizga yana nimalarni dedi? Sizga deb bermayman. Deb bermisiz, ma'qulmaymi? Voyjon. Cho'qliq qilmang, ha? Ama, qaraslar akamga. Ha? Jim o'ltiring, ha? Ana,
Gerek. Esinglarda bo'lsin. Hasalning harisi batur. Qizil gulning tikini batur. Magar kim baxt gulzarida bo'lsang, unutmag'in bahorning zimistoni batur. Ana! Ha? Ana, namachamchi akamga siz Farhod, men Sherin, siz Majnun. Men Layli debdi. Farhod degan kim o? Guljamal. Aka, meni deganlarim rostku. Tezroq bo'lmasangiz ketavermanchimi? Maqul aka, meni birdam saqlab turing a. Ota-bolarimizdan qolgan mundaq bir eg'iz gap bor. Chiroqning o'chi yog'ning tugaganligidan derak beradi. Yog' tugsa, chiroqqa yog'ni kim quyidi? Podshoh garchi sanamni o'g'limizga berishni ahd qilgan bo'lsa-mu, mening ansiraydiganim men olamdan o'tgandan keyin shoh va'dasiga vafo qilamdi yo'q. Jaloliddin mollam sizni yo'qlab ketdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qadinos do'stim. Mehribona. Elqi zaharlik o'qni ap chiqib Jaloliddin mollaga ko'rsatgin. Dodo, suv ichamlo. Yo'q. Jaloliddin molla mana bu orqa tarafimdan kelib tekkan zaharlik o'q. Buni podshoyi olamga topshirib berishlarini sizlarga havola qilaman. El yurtni xavfdan saqlash uchun bu ishning tetaktini aniqlab balduroq taqiqlash zarurdir. Hasan Vazir! Dodo! Dodo! Hasan Vazir! Hasan Vazir yovni yengishda xanjarim, yurt so'rashda kamrim edi. Oyim, xotirjam bo'lsa, men cho'qim bu ishning tegi taktini aniqlab, qotilni qattiq jazolayman. Ana! Shig'lablig'i. Yo'q. Shig'lamadim. Sizlarga qarab xush bo'lyaptimi, bolalarim? Gapinglarga zodli ishongim kelmayotdi. Texi shahoni to'y bo'lmay turib, bu nima degan hayosizlik? Demakchi bo'g'inimiz texi bo'la emas. Yana nima ish? Bizning bar yo'q mush birli qizimiz bor. Kimiki uningga o'ylansa, toj taxtga shu varislik qiladi. Buni bilaman. Shohim, o'zlirgim ayon. G'aribning ota bovusi bizning xondoligimizdan emas. Bu buyuk toj taxtimizga munosabatlik cho'ng ish. Bo'ldi, bas. Shohim, bu ishga dilg'onlik qilishga zodi bo'lmaydi. Shamshibanu. Biroq mening ansiraydiganim bugun ko'zga ilmagan bu shumbuya. Atidan boshlab sanam madrasaga bormisan?
yareller, kadirdanlar, ne buldu yarim kelmedi. İşkotida köydi caller, ne buldu yarim geldi. İşkotida köydi caller, ne buldu yarim geldi. Assalomu alaykum G'aribjon. Va alaykum assalom. Men o'rdiq kirib ahvolni o'qib boqay. G'aribjon, Aqchana. Sanamjon sizni bog'da saqlab qoldi. Ems men yeniga boray. Bering. Men Jaloliddin mollaning endi sizni saqlab turay. Ma'qul. Aqchana, nima bo'ldi? Jura bolam. Ustozni yo'qlab chiqayli. Sanamjon. G'aribjon. Qani aytma. Zodi nima yuz berdi? G'aribjon. Bizning didorlashmag'imiz endi tas bo'ldi ham bo'ldi. Nimishqa? Atın perman düşürüp meni madrasadan to'xtatdi. Bugun ustozim bilan xo'shlashishni bana qilib, siz bilan ko'rishgili keldim. Nima uchun? G'aribjon. Buni yeningizga sep qo'ying. Buni yeningizdan hargiz ayirmang. Bu bir jup qizil atirgul. Bir-biridan mangu ayrilmasin. Sanamjon. Bo'ldi, yig'lama. Sapar. Nima bo'ldi? Aqamdan navkarlar qo'g'lab kelyotdi. Chapsan qash. Aqtırala!
Apo qiling Sanamjon. Bu shohimizning farmoni. Atamning farmonining men bilan nima aloqasi bor? Biroq sizni azroq malol qilib qo'ydigan bo'ldim. Bu izzatini bilmaydigan mal unda bangla. Qo'lini tat. Nim qilmoqchisizlar? Sanamjon, shuni bilishingiz kerakki, xon amri hammaga qodir. Qo'lingda yarliq bormi? Bu sizlar qaytinglar. Xon atamga o'zim javob qilaman. Xo'p. Jirola. Sanamjon, Og'chi ona bizni saqlab qoldi. Meningcha bizning muhabbat gulzorimizga bir shumbuy ungandek qiladi. Shundoq. Keremlik Şahim. Özleriga kutilmagan xabar ip kelganligim uchun Peqirni kechirgaylar. Neymiş? Gunohkor Sapar zindondan qochdi. Aha. Onu bir qora niyat qochirib etdi. Kimken o? Aytishqa tilim ko'yidi. Aytaymi? Onu g'erib qochirib etdi. Nima? Shah ota. Pishni ig'volaga quloq solmag'aylar. Sapar mening saboqdashim. Saboqdoshlik yuzini qilib, uni men qo'yib etdim. Sanamjon, nima deb jo'ylayapsiz? Hurmat Shohim. Buningga navkarlar guvoh. Gunohkor Saparni qochirib etgan dal g'erib. Hurmatli Shah ota. G'erib gunohsiz. Og'chi. Labbay Shohim. Men ijozat bermaguncha sen ordudan bir qadam ayrilmasin. Xo'p. Abdullah. Labbay Shohim. G'eribni darhol orduga olib kelinglar. Gülcemal! Ha? Gülcemal! Kızım! Gülcemal! Gözünü açkan kızım! Gülcemal! Ana! Akam qani? Biz hazır Jalaliddin mollamni qishib borayli.
İlim cheksiz, iqin daryo, suyi obi hayot kevsar. İlim daryosiga shung'ub, uningdan qazg'uluq gavhar. Bilimsizning dili ama, iliksiz pustxon yangliq. Bilim al, idihat eyle, dilingda chaqnasun axtar. Mehribonim. Jaloliddin. Ustozim, akamni Abdulla Shatir tutib ketdi. Nemishqa? U safarni qochirib o'tibdi ekan. U hech qanday gunoh qilmagan tursa, ne deb uni tutib ketdi? Chunki uning qochirib o'tgani bir gunohkordi. Jaloliddin molla, bizga igdorchilik qilala. Hozir marhum Hasan vazir hayot chig'ida shoyimiz bilan tuzgan ahdinomini elib, shohning oldiga bormoqdan boshqa mol qolmadi. Ahdinomini elib? Xonim, endi ikkilanmisizlar. G'arib, gunohingni bilamsan. Nemi gunohim borligini hech bilmadim, shohim. O gadakash. Amisa G'aliyonchi safar qanday qochdi? Uni men qochirib etdim, shohim. Safar dadisini qochirib etibdi. Ammo Sodiq otamning hech bir gunohi yo'q. Nima? Ajaba xonlikdan rozi bo'lmay shohga qarshi chiqqanlikning o'zi gunoh emasmi? Sen osiy munofiqning o'rnini qalaymiqan qilib gunohkorni qo'yib o'tishini o'ylamabdi-ekanman. Jallod! Bu osiy munofiqning kallasi ilinsin. Hop! Oldirmanglar. Keremlik Şahin. Jaloliddin, Siz Şahin. G'iribjonni o'ldirib bo'lmas. nima? Hurmatli Shahin. Marhum Hasan vazirning ruhinati uchun Hasan vazir hayot chig'ida ishkilirib tushgan bu ahdinomining haqqi hurmati uchun bo'lsa-mu, G'iribjonlik kechirgaylar. Şahim. Texmi zo'r baloyi qazodan saqlanish uchun bu ahdinomini burunroq ko'zdan yo'q zo'rir edi. Ahdinomini yirtmoq oson. Biroq haqiqatni o'zgartmak tez. Ya Rabbim, bularning hammasi isyonkorkan. Jamoat! Labbay! Bularni olib chiqinglar. Hop! To'xtama. Qudratli Şahim, g'azabda oqqorni farqat qilib bo'lmas. Hozir dal hayit oyam kunlari. Butun el yurt shodlikqa to'lgan kun. Mushundoq ulug' oy, ulug' kunlarda behuda qon to'kilsa, Allohmu ravo ko'maydi. O'zlari birni o'ltirib, menga ibrat qilish degan so'zni anglamaganmi? Şahin. G'irib Hasan vazirning notoni. Hasan vazir hayot chig'ida o'zlariga to'liq sadoqat bilan edi. Bugun ochiqlarga paylamay ahdinomini yirtib etdilar. Endi ularni o'limga buyurslar, el jamoat, qavm qarindoshlar oldida yaxshi bo'lmasmikin?
Keremlik Şahim. Pekirning qarashicha, ularni o'limdan xalos qilib, bütün ailesi bilan yoq yurtga polib etsak qandaq. Shundaq bo'lganda, bu ulug' kunda qon to'kilishdan saqlanqili bo'ladi. El yurtmo g'am-g'usdan xalos bo'ladi. Shavvoz vazir, sizningcha ulug' shohi olim, meningcha farmonning taklifi bo'yicha ish ko'rsakmikin deyman. Farmon. Bugun sening rohing bo'yicha ishlay. Bu ishni sening bejo keltirishingga topshirdim. Shohimiz Fertni yoq yurtga palash to'g'riliq farmon tushadi. Nima? Balkim ular xonliqdan bugun ayrilishi mumkin. Rahmat sizga. Sanamjon, bundaq yig'lamang, o'zingizni oying. Ağca ana. Ana, mening yoshig'im yo'q. Jinim Malikim, baharning mo har qachon zimistoni bordir. G'arbning o'zila men uchun go'zal bahor. Onunsiz hayotmo zimistondir. Yo'q, Malikim. Bahor yana keladi. Ey Hannas, iştinlar amuxar. Hasan vezirning o'g'li G'erib, Shah ordusida nashoyon ishlarni qilganligi uchun onasi bilan singlisi qo'shilib, yaqin yurtga pog'landi. G'eribjon! Sanamjon, Malikim. Köp zulmatına